Bu yoqqa Kimsan, men senga texnik pasportni berishim kerak. ol tesiz, shoshilib olma, boradigan joyim bor. Texnik pasporti yo'q, qo'lingdan kelsa ol. Hozir menga qarab oxir 402 ga yonimda edi. Shuna texnik pasportni olib berib tursin, bir narsa kerak edi. Hop bo'ladi. Xo'p. Yo'q, tanimayman. Texnik pasportni ber. Bo'ldi, xo'p. Mana aka. Mana shuni. Nima qilaman buni? Endi ikkaloni o'qichi. Texnik pasportda Yusupov Shahobiddin. Pasportda ham o'qichi endi. Yusupov Shahobiddin. Bo'ldimi? Hammasini tushundingmi? Tushundim aka. Tushungan bo'lsang, mashinaning dokumenti bilan pulini ber bu yoqqa. Bera qol. Aka, unaqa qilmang. Meni ishimga mashina kerak edi, sharoitim uchun. Aka, siz bu mashinani o'ylamang. O'zimiz bitirib olamiz, hayitgancha. Mana bu yo'lklar haqqi. Addishi. Rozi bo'ling. Hali manzilingizga yetkazib olib borib qo'yganim yo'qmi? Bu yog'iga o'zim yetib olaman. Rahmat aka sizga. Aka, Menimcha mashina arendasida 3 oylik qarzing bor. To'g'rimi? bu oy bitta qilib bermoqchi edim. 1 oylik arendani pulini Bafirga kechdim. 2 oylik arendani pulini olib kelib, mashinangni olib ketarsan. Menga birovni haq kerak emas. Millatni